buyrak toshlarini nimaga o'z vaqtida davolamaslik xavfli hisoblanadi? Bu hozir holatni bemorimiz Ruslan aka misolida ko'rib chiqamiz do'stlar. Ruslan akani buyraklarida juda ham bir katta toshlar bo'lgan. Katta ham bo'lmaydi, 2-3 sm atrofida toshlar bo'lgan va buni o'z vaqtida davolamaslik natijasida 2 kun oldin buyraklarini sababidan operatsiya bo'ldilar. Bemorimiz nima bezovta qilgan? Qon bosimi oshishi, og'riq va qon bosimingiz nechigacha oshgan Ruslan aka? 180 ga 120 gacha oshib ketgan. 120 gacha chiqib ketgan. Avvalambor assalomu alaykum, yana hurmatli. Bizga sog'lig'ingizni ishonib topshirganingiz uchun va bizga mana shu video olishga rozi bo'lganingiz uchun ham rahmat sizlarga, Ruslan aka. Ruslan akada nefrektomiya amaliyotini, ya'ni buyrak olib tashlash amaliyotini bajarishga majbur bo'ldik, chunki shu buyrak sababli qon bosimi oshgan va og'riq bezovta qilgan. Tosh sababli hamma narsa bo'lgan. Hozir mana holatlari yaxshi. Operatsiyani o'sha kuni, operatsiyani ertasi kuniyoq 120 ga 70 davleniyaga tushdilar. Hozir ham davleniyalari yaxshi. O'zingizni qanday his qilyapsiz Ruslan aka? Hammasi yaxshi, yengil o'tdi operatsiya. O'zimni yaxshi his qilaman, anaqa og'riqlar yo'q. Oyoqqa turib ketdim operatsiya ertasi kuni. Yaxshi, mutaxassis, qo'llari yengil. O'zi ishida ustasi Shohruxjon. Bemalol ishonishlaring mumkin. Bizlar ham eshitib Instagram, Telegram kanallaridan foydalanib, videolarini ko'rib, tanishib, surishtirib kelib, murojaat qilib, mana Allohga shukr davomimizni topdik. Rahmat. Yaxshi hammasi. Bemorimizda hech qanday kesmalarsiz operatsiya qildik. Laparoskopik usulda olib tashladik. Ham toshlarini, ham shu buyrak kasal buyraklarini olib tashladik. Xudo xolisa, endi bitta buyrak bilan bemalol inshaalloh yashaydi odam. O'zlarining buyraklari sog'lom buyrak, xudo xolisa. Endi kerakli tavsiyalarga rioya qilib turadilar. Ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qilasiz. Ruslan aka, albatta. Ozishga harakat qiling, sog'lom ovqatlaning, sport bilan keyin sekin-sekin shug'ullanishni boshlang. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. O'zi yaxshisiz, mana Xudoga shukr. Yaxshi, ancha yaxshi. Yengilman. Operatsiyada og'riq sezmadingiz-mi umuman operatsiyani? Yo'q, operatsiyani sezmadik. Ertasi kuni birdan oyoqqa turib ketdik. Hamma narsa yeb ichamiz. Operatsiyadan oldin sizni tosh qachon bezovta qilgandi? U bir necha yillar oldin bezovta qilgan? 2013-yil bezovta qilgan. Qarang mana. 13 yil o'tib keyin yana bir bezovta qildi. Qarang, mana shu hozirgi moment juda bir kerakli moment. 2013-yil bezovta qilgan toshni 2026-yil hozir mana oldirildi, lekin buyrak bilan birga oldirildi. Mana shu momentni e'tiborga olish kerak. Demak, tosh bezovta qilsa, darhol urologga murojaat qilish kerak. Albatta. Chunki tosh og'rimay qoldi degani yoki simptomlar yo'qolib qoldi degani bu tosh o'tib ketdi, tushib ketdi, bezovta qilmayapti degani emas. U shunaqa simptomsiz holatga kelib oladi, lekin sekin-sekin buyrakni ishdan chiqaraveradi, do'stlar. Shuning uchun albatta o'z sog'liqlaringizga befarq bo'lmanglar. Tosh yoki turli prostata kasalliklari bo'ladimi? Aniqlansa, tezda urologga murojaat qilib, holatlaringni aniqlashtirib olinglar. To'g'rimi Ruslan aka? To'g'ri. Ko'rinib turinglar vaqtiga, mana tavsiya qilaman, qo'li yengil shifokor. Rahmat. Bemalol kelib, qo'rqmasdan ko'rishlaring mumkin. O'zim guvohi bo'ldim. Hammasini. Sizni ko'rib, 3-4 joyga borib sizni keldilar-da. Rahmat. Boshqa joylarda xohlamadilar. xizmatlari ham yaxshi, ovqatlari, yotoq sharoitlari hammasi yaxshi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Shohruh akamiz qo'llari juda yengil ekan, qo'llari dard ko'rmasin. Qo'llarini boshiga sog' bo'lsinlar. Rahmat sizlarga hamma. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Alloh umringizni uzoq qilsin. Boshqa kasal bo'lmang. Rahmat. Salomat bo'linglar do'stlar, sizlar ham ko'rganlaring uchun rahmat.